O'zgarishlar yo'q. Allohga shukr. Xo'p. Boshliq, qarab olasizmi? Ya, keling. Mamtik, assalomu alaykum. Kelibsiz og'a. Sizga ro'para qildi yana. Boshliq chaqirib qo'ying siz emasmi? Boshliq chaqirib qo'yibdi. Bo'lmaydi. Boshliq kerak. Yo'q. Chaqiraman. Chaqirib qo'ysam bo'ldi. Ikki oz gapni boshliqda borsan demas. Astagfirullah. Yana senga ro'para qildi ya. Ey Alloh shukr. Astagfirullah. Qochib yurdim budiga yana ro'para. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sog'ligingiz yaxshimi? Uydagilar. Bir xizmatdan kelgandim. Xizmat aka? Ko'p joylarga borgandim, ish masalasida ko'p joyga ishimizda bo'lib olmayapti ishga. Xo'sh. O'shanga eski joyga yana qaytgan joydim. Nima deysiz? Mayli aka, lekin bitta narsasi borki aka, o'rningizga odam olingan. Mayli. Qiroga. Mayli. Xo'sh, tekis choqqa odam kerak. Uni ham evlayveramiz. O'shanga tekis choqqa rozimisiz? Mayli, ishlayveramiz. Mayli. Bo'ldi aka, xudo xolasa unda tekis choq desizda. Bo'ldi. Hop. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Xo'sh, Davron aka. Ko'rishsiz sezonga kirib kelibdi. O'shanga bitta yangilik qilmoqchiman aka sexda. Nima yangilik? Xo'sh, yaxshi ishlagan bitta insonga sezondan chiqqandan keyin premiya bermoqchiman aka. Zo'r, juda zo'r bo'pti. Nima narsa endi? Nima desangiz, aka, premiya bitta umraga yo'llanma yoki agar xohlasa o'shani puli beriladi, aka. Ana yo'qsa. Faqat shartlari bor. Nima shart? Shartlari endi birinchidan aka, Praga o'qimasligi kerak, shu sezon ichida intizom bo'lishi kerak, kech qolmasligi kerak, sifatga qarab chiroyli ishlash kerak aka. Shu ishchilarning ichidan o'sha bir kishini tanlab, shu insonga o'sha premiyani beramiz. Hammami? Hamma biz. Hamma. Siz ham aka, boshqa ishchilar ham bestchi. Xo'sh, siz e'lon qiling ishchilarga, mana shunaqa holat deb, ishga qarani, kачествоga qarani, xudo xolasa sezonni chiroyli o'tkazib olganimizdagi premiya mendan aka. Bo'ldi, Kelishdik a? hammaga aytaymi? Hammaga ayting. Hammaga aytay. Bo'ldi. Bo'ldi. Ya, assalomu alaykum. Mamtik, ishni boshlab oldingizmi? Yana sen, voy. Oka. Meni oldimga kelmagansan, iltimos kelma. Yo, men o'zimcha kelmadim. Boshliq gapini aytib qo'yishim kerak edi. Eshitib, hammani eshitib qo'ying. Boshliq premiya beraman dedi. Mana shu sezon yaxshi ishlagan odamga, pregul qilmagan, mana ishga vaqtida kelgan odamlarga premiya beraman dedi. Yaxshigina premiya ekan. Ehtiyot umra safariga yo'llanma xohlasa, pulini berar ekan. O'shani men aytib qo'yish vazifam edi. Aytib qo'ying dedi, mana aytib qo'ydim. O'zingizlar bilasizlar. Unga qarab ishlayverasizlar. Menga gapim bor edi. Men ketgandan so'ng vijdoning qiynalmadimi? Vijdonmi? Oka, o'sha kuni vijdon meni kechasi 2 da uyg'otib oldi-da. 2 da uyg'otib olib meni sud qildi vijdon. Lekin vijdonimga ham chap berdim oka. Qaytib kelsalar uzr so'raman deb qo'ydim. Ana xolos. Do'stlar, hozirgi bolani ko'rdingizmi? Hozir bola. Mana opoda bilan o'tirganmi? G'irt mashinani iflos bo'ladi. Ishlab yurma. Opodan ishni haydab turgan mashina bola bo'ladi-da. U mansabidan foydalanyapti. Tushunyapsizmi, tushunibsizmi? Ha, bo'ldi, tushundim. Tushunda. Mana yerda gaplashib turganda eshitdim hamma gapini. Eshitdingizmi? Yaxshi bola o'xshaydi-ku ko'rinishdan. Ko'rinishda gaplaridan. Ko'rinishda yaxshiga o'xshayveradi, lekin o'ta aprisda bu mansabidan foydalanib borib bizni ko'tga ishlatmoqchi mayli. Iflos bola ekanda. O'shaning uchun o'zingiz qarab bolalarga sekin nasihat ishlaydi. Opodan nasihat qilgan mashina bola bo'ladi-da. Bo'ldi. Tushundingizmi endi? Telefon qilib qo'yishim kerak edi. Pulini qildirishim kerak u kishini. Pulini qildirmasam bo'lmaydi. Bitta premiyani topib ketib qoladilar. Ya, alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Rahmat. Rahmat. O'zingiz yaxshimi? Nima gaplar, Davronboy? Va anu svet o'chib bo'ldi opodda. Ama yarim yo'ldan ko'proq tashkil qilishib qoldim kechiqqa. Yo, endi qaytaverasiz, opodda svet yo'q, befoyda kelasizda o'zir. Ana xolos. Attang. Hop. Ishingizni qilayvering, aka. Hop, o'yda. Svet yonsa telefon qilaman o'zim. Hop, rahmat. Hop. Chiroyli qara. Zaporga bir bo'q qilibdilar. Ne derkiler? Alo.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aka yaxshimisiz? Ha, rahmat. Nima gap? Aka, bir 5-10 kech qolaman-da, maylimi? Bir belgilab qo'ying, 800 deb yaqinda bilasiz, boshqa ozgina pulni e'lon qilganda. Ha, bo'ldi uka. Xohlasan 1 soat kech qol. Ha, shuni bo'lar. 5-10 kech qolaman olam. Ha, bo'ldi. Tamam. Ishingni bitirib o'tijam kelaver. Xo'p. Bo'pti aka, xo'p. Xo'sh, Zafarjon 8:30 da kelaman dedimi? 8:30 qo'yaraman endi. Bir travel qilibdi-ku. Xo'p, Opodda umuman bugun kelmaydi. Eng qiziq katta minus mana. Opodga minus. Mana yangi bolani uni ham 8:30 qilib qo'yaveradi va o'zi bilib o'tiribdimi? Endi mana o'zimni 7:30 Davronbek 7:30 da kelganman. Yana qilib qo'ysam bo'ladi, prima o'zimga keladi aylanib. Xo'sh, qadrdonlar, premiya vaqti ham keldi, Davron aka. Qani yondami daftar, berinchi aka? Yonda mana. Ko'raylik endi. Birinchi. Buni qachida uzilmaydimi? Endi yangida boshliq, yangi odam endi. Ajoyibsizlar-da voy. Xo'sh, ko'ramiz. Zafarjon birinchida turibsiz. Ming bor uzr Zafarjon, progulingiz bor ekan. Xo'sh, shartlarni bilasizlar hammani. Xo'sh, yangi ishchimiz Bo'ston. Sizda ham o'sha holat. Xo'sh, qalla, Opodda qaydalar beyda? Yo'q, Opoddaga beradi voy. Opodda yaxshi odamlar, yoshlari katta, ulug' odamlar. Yaxshi bo'ladi, voy, xursand bo'ladilar voy. Ha, bo'ldi, progullari yo'q bo'lsa, men ham xursandman-ku u kishiga. Endi o'sha Ko'raylik bir. Xo'sh, Opodda 1000 bor uzr, bir kun progulingiz bor ekan. Bor. Nima ham qilamiz endi? 1000 bor uzr Davron aka. Ha. Gap yo'q. 7:30 da kelganmisiz har kuni? Bilasiz-ku, ish uchun jonimizni beramiz. Bo'lishi mumkin emas aka. Mana shunaqa doim ishlasani men doim xursand bo'laman-da. Mana shartlarga ko'ra siz yutuqda aka. Xo'sh, nima deysiz? Aka naqd pulini beraymi yoki yo'llanma sotib olib beraymi? Menga pulini beraylik, qiladigan ishlarim bor-da ancha. Ha, bo'pti, va'da aka. Ha? Va'da. Mana Xudo xolasa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 aka. Ha. Bu bemalol bordi keldi. Umrangizga yetadi. Buni olganingizdan keyin aka, bugundan boshlab sizga 1 oy отпускadasiz. Qarang, ha. Borib xohlang shu umra safariga borib keling. Xohlang o'zingizning ehtiyojingizga ishlating. Xudo xolasa 1 oy chiroyli dam olib, keyin ishga qaytasiz. Tushundingiz-a aka? Tamam. Mana. Ming rahmat yashang, kenjaningiz sog' bo'ling. Bolalar, apolmasdan men o'zi to'g'ri aytdim, o'zinglar ishonmadinglar. Buni menga mashina dedingmi? Bu bir chiroyli odam ekan-ku. O'sha diqqat bo'lyapman-da hozir men ham. Bu mashinani to'g'ri gapirgan ekan. Voy gapirsang, rost gapirsa ham, yolg'on gapirsa ham vaziyatdan ishini bajarib chiqib ketdi-ya.